Mening fikrimcha, Garet Balening Real Madridga kelishi yaxshi bo'ldi. Lekin u avvaliga qiyin vaqtlarni boshdan kechirdi. Chunki mavsum oldi mashg'ulotlarni o'tkaza olmadi va jarohat olgan edi. Hozir u uchun bu qiyin emas. Lekin u bilan gaplashsangiz, u biroz hayajonlanadi va o'ynashni va jamoaga yordam berishni xohlaydi. Uni yolg'iz qoldirish yaxshiroq. Unga bosim o'tkazmang, uni tinch qo'ying. Chunki men 100% ishonamanki, u klub uchun yaxshi natijalar ko'rsatadi. U bizga juda ko'p yordam beradi. Chunki u fantastik o'yinchi, fantastik inson va doimo o'rganishni xohlaydi. Garet Bale Real Madrid safida 2013-yildan 2022-yilgacha faoliyat olib borgan va ushbu davrlar mobaynida 5 karra Yevropa Chempionlar Ligasi, 2 karra La Liga chempioni, 1 karra Copa del, ya'ni Ispaniya Kubogi sohibi, 1 karra Ispaniya Super Kubogi sohibi, 3 karra UEFA Super Kubogi sohibi, 4 karra esa klublar o'rtasidagi jahon chempionini qo'lga kiritgan.